40 kilovatlik avtomatik yo'limizni 300 kvadrat oshig'i otaga uстановка qilib berdik. Mana shu darvozaxona, mana shu tarafda radiator sistema, bu yerda topli pol ham radiator sistema. Bu tarafda radiator sistema. Oxirigacha. Katyolxonamiz orqa tarafda. Obyektimiz Aqlobodda Marks 12-maktab orqa tarafda Nodirbek akamga qo'yganmiz. Katyolni bega qo'ydik. Stakalarni bega naviz qilishyapti xohlasa. Bu yerda eski katyollar bo'lgan. Mana bu pol avtomat katyol, mana shu 10 bo'lgan. Bu yerdan olib USBga katta qo'yib berdik. Ikkinchi katta katyoli bu yerda bo'lgan. Mana ikkinchi katyoli. Uyda u tarafiga ham, bu tarafiga ham bittadan katyol qo'yilgan. Buni biz olib o'rniga avtomat katyol qo'yib berishimiz sababi ko'mir rasxodi juda ko'p bo'lgan. Har 3-4 soatda zapravka qilib, shunisidan zerikkan. Lekin katyol yoqmas. Bu katyollar ham qaysidir joylarda o'rnini topib qolsa zo'r xizmat qilib, zo'r ishlab beryapti, effekt berib. Qaysidir joylarda mana shunaqa tez-tez zapravka qilib, ko'mir rasxod bilan ishlab beryapti. Shu ikkita obyektni bitta qilib, o'rniga mana shunday qilib, uyning orqa tarafiga chiroyli qilib, shu avtomat katyolni qo'yib berdik. Ana mana shuylar hozir navislar bitib qolsa ham ko'mirxonasi o'zi bilan rosa ham chiqib bo'ladi. 60 gradusga qo'yib kechqurun ishlab berib ketganmiz. 60 gradusga chiqib, o'chib, yonib ishlayapti. Juda ham zo'r effekt. 2026 ga juda yangiliklar qildik. Ko'p yerlarda ko'mir oz chiqarishning hisobiga mana shu qizib ketyapti, ko'mir bu yoqqa yonib o'tib ketayotgan holatlarni kuzatyapmiz. Shuning uchun biz bega mana datchik qo'ydik. Ana shunaqa holatda ko'mir yonib o'tib ketadigan holatlarda yoki kimlardir ko'mirni vaqtini oz berib mana shu tagida chiqqan ko'mir yonmaganini hisobiga mana shu turba qizilsa o'zini o'zi o'chirib signalizatsiya beradi. Yana bir narsa ko'p yerlarda kuzatyapmiz, ayrim joylarda tushunmasdan mana shu gradusni bunday qilib bir qilib qo'yapti. 160 gradus bo'lib qoladi shunda. Shunaqa holatlarni ko'rdik. 160 gradusga katta gradusga berib yuborib sistemada avariya holatlar bo'lib, shunaqa holatlarni ko'rdik. Shuning uchun mana shu narsani u kim shuni tushunmasdan ezib qo'ygan holatida yoki mana yerda datchigi bor, sug'urilib qolgan holatlari bo'lib qolyapti. Shunaqa holatida yoki buni termostat ishlamay qolgan holatida bu 100 gradusdan oshib ketganda ham avariya signalizatsiya berib, o'zini katyolni o'chirib qo'yadi. Shunaqa avariya holatlarni ham chiroyli qilib ishlab berdik. Zakrytiy sistema, topli pol sistemamiz bor. Shunga tirxadoy bilan bitta nasos ishlab berdik. Ikkita obyektni umumiy aylantirish sistemasiga bitta nasos qo'yib berdik. Xudo xolasa kechqurun ishlab berganmiz va shuncha chiroyli bo'lib ishlab xizmat qilyapti. Ko'mir rasxodi ham juda oz chiqdi. Endi hozir kunning issig'i ham bor. 2026 6-mart kuni mana ishlatib berdik buni. Bu avtomat katyolda yaxshi taraflari qo'ygan gradusingizga chiqadi, dam oladi, o'chib yonib ishlagan hisobiga kamroq rasxod qilib, uyingizni komfort isitib beradi. Shu taraflari zo'r. Hozir dam olib turgan holat mana. Katyol o'chdi, hozir dam olib turibdi. Ko'ralari ham 1 sm qaramlikda. Materiallarimiz 5 mm lik uzoq xizmat qiladi. Ikkita reduktorli katta motorlar qilib qilingan. Har tomonlama udobniy. Miyalari ham stakalar ulash uchun juda ham qulaylik qilib sharoitlar qilib qo'yganmiz. Stakalar qilib. Hozir bir avariya signalizatsiyasini ishlatib ko'ramiz. Mana shu datchikni qanaqa zo'r ishlashini tekshiramiz. Fen bilan hozir qizdirib ishlatib. Mana shu Nodirbek akamnikiga qo'ydik mana vashkatni. Nodirbek aka qalay aka? Zo'r. Ikkita katyol ishlatdingiz mana aka. Endi bitta bir kechani o'zi rezultatini bildingiz-a, zo'rligi. Zo'r. O'sha maza qilyapmiz. Ko'mir umuman yemadi. Yo'q, yo'q. Bir yarim payqir solavdim-da kechqurunga. Zo'r. Hozir ishlatamiz. Bo'ldi. Sixoringchi. Ishlat. Qizdiramiz mana, ha? Biz qizdiramiz hozir. 100 gradusdan oshganda o'zi avtomatik signalizatsiyalar berib ishlab beradi. Mana hozir datchikka sразу berdi va sразу signalizatsiya berib yubordi. O'zim uni qizdirdi, 100 gradusdan oshib ketdi, mana o'sha avariya signalizatsiyasini berdi. Katyolni umuman o'chirib qo'ydi. Mana shamoli, o'zi miyalar o'chdi. Mana shu holatda ishlab turaveradi. To o'zi sovimaguncha, gilzasi sovsa, keyin bu yana kelgan joydan yonib ishlab ketadi. Xuddi shunaqa holatida mana shu ham 100 gradusdan oshib ketsa, suvning issiqligi mana shunday hamma yoqda o'chirib, yana signalizatsiya beradi. Avariya holatini oladi. Nodirbek aka, haligi ko'raman deganlarga qarshilik yo'qmi? Kelib ko'raveramiz, bemalol. Kelib ko'raveramiz. Eshik ochiq. Taniganlar bemalol so'raverasizlar Nodirbek akamni mana holatini katyolni. Juda ham o'z mana ikkita katyol ishlatib, undan oldin ham katyol almashtirgan. Shunaqa qilib mana ozgina katyoldan qiyinchilik bo'lgan. Mana endi xudo xolasa biz bartaraf qilib berdik, vaqti zo'r qilib. O'zi sraz bilindi aka, zo'rligi. Xudo xolasa. O'zi
O'sha mazza qilib yubordik-ku. Sirasi. Ko'chtimgina zapravka qilib, mashina juda zerikdim narxida. Har kuni 1 soat ijod zapravka qilib. Tem bo'l ikkita kat yo'l. Ikkita kat yo'l. Bir to'sa ham nima bo'ldi, ikkita ham. Bizning masofamiz juda ham yaqin. Akam baribir bizga ishonmasdan ikkita kat yo'l qo'yib ishlatib ko'rdi bir. Mana endi hozir biladi zo'rligini. Bo'lib ham uzoq joydan olib kelgan kat yo'llarni. Sovishni kutamiz endi birpas. Ko'mirni xokasi, yaxshi ko'mirdan foydalansa, mana bunaqa tutun ham kam chiqadi. Atrof toza turadi, juda ham zo'r. Mana ko'mirni xokasi. Shibarko'l ko'mir. Eng yirik shunday, tuxumdek. Ko'mirlarni ham o'zimiz olib keldik. Har tomonlama materiallarni ham o'zimiz olib kelib, oshgan narsalarni qayta olib, shunday qilib chiroyli qilib ishlab berdik. Mana oxiri ham o'chdi. Mana kat yo'l ishladi jurnalist. Birinchi ishlagan payt orqaga aylanib oladi avtomatik. Endi mana ketdi, oldiga aylanish boshlanadi. Kelgan joyidan davom etadi. Ishlash boshlanadi. Mana sirasi shu alangasini berib ishlash boshladi. Mana bu joyida mana. Qodir aka bo'pti ekan, mana buyurtmas qilsin. Rahmat. Zakaz kelsin. Zakaz qilaverasizlar aka, mana shunaqa. Zo'r xizmatlar qilib, katullar zo'rini beramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.